13-ci bab. Bu, yeninglarga 3-ci qitim berişim boludu. Əgər aranglardaki birərsini cazalaş toğru kəsə, müqəddəs yazımlardı ki, hər qandaq ərzin rast yalğanlığı, az degəndi 2 yoki 3 guvochinin guvolığı bilən isbotlanish kerak degan oyat bo'yicha qilaman. Yeninglarga 2-ci qitim bağınımda, burun günah sodir qilganlarni ogohlantirgan edim. Hozir yeninglarda bo'lmasammi, yana ogohlantirmoqchimanki, endi bağınımda barliq günah sodir qiluvchilarga kengchilik qilmayman. Kengchilik qilmasligimdagi sabab, oranglardagi ba'zilar İsa Masihning men orqali so'zlayotganligiga isbot talab qilib kelyapti. Buning isbotini bu qitim yeninglarga berib, gunohkorlarni bir taraf qilganimda ko'rsizlar. Chunki İsa Masih oldinglarda ojiz emas, balki intoyin qudratlidir. U qarmoqqa ojizlik ichida kreskga mixlangan bo'lsa-mu, lekin Xudoning qudrati bilan yanila hayotdir. Bizmi uningga o'xshash qarmoqqa ojiz bo'lsaqmi, Xudoning qudrati bilan uningga bog'lanib yashab, sizlarga xizmat qilmoqdimiz. E'tiqodinglarning haqiqiy yoki emasligini bilish uchun o'z-o'zinglarni tekshirib ko'ringlar, sinab beqinglar. İsa Masihning oranglarda ekanligini bilishinglar kerak. Undaq bo'lmaganda, bu sizlarning sinoqdan o'talmaganinglar bo'lmamdi. Mening elchilik sinig'idan o'tganligimni bilib qilishinglarni umid qilaman. Sizlarning hech qandaq yomon ish qilmasinglar uchun Xudoga duo qilaman. Bu mening elchilik sinig'idan o'tdi deb qaralishim uchun emas. Hatto sinoqdan o'tmidi deb qaralsammi, mayli. Muhimi sizlarning to'g'ri ish qilishinglardir. Biz haqiqatga zid ishlarni qilmasdan, haqiqat bo'yicha ish qilishimiz kerak. E'tiqodinglar kuchayib, sizlarni ayblashga ojiz ko'rinsam, xushal bo'latdim. Biz shundoq duo qilamizki, sizlar hamma ishda to'liq yetilgaysizlar. Rabbimiz menga sizlarni barbod qilish uchun emas, yetishtirish uchun bergan huquq bilan yeninglarga bog'inimda sizlarga qattiq muomalada bo'lib qolmasligim uchun yeninglarga berishdan burun bu xatni yozdim. Eng oxirida qarindoshlar, xushal-xuram bo'linglar. E'tiqodda yetilgan odam bo'lib chiqish uchun tirishinglar. Nasihatlarimni qabul qilib, bir niyat, bir maqsadda inoq o'tinglar. Mehr, muhabbat va omonlik manbasi bo'lgan Xudo sizlar bilan birga bo'lg'ay. Bir-biringlar bilan mehribonlarcha salomlashinglar. Xudoning barliq muqaddas xalqidan sizlarga salom. Rabbimiz İsa Masihning mehr shafqati, Xudoning mehr muhabbati va muqaddas ruhning hamrohligi sizlarga yor bo'lg'ay.